Tog' ora. Jonmas. Sababi ko'pigi ko'tarilib chiqish kerak, atrofga to'kilmas kerak. Sovunni o'zini solib turib, machalni kerakmas, kinoni kerakmas. Anda chayqasib turadigan bo'lsak, o'quvchini ko'piradi. Toza ko'tarilgan. Tog'ib tursam, o'quvchi ketadi. So'v bilan sizlar tekiradi. So'v bo'lsa, suv ham ichiga o'tsa. O'zlaringga qo'ydadigan narsa bo'ldi. Qilib turib, mana ko'pik tayyor bo'ldi. Buni bola deb tasavvur qiladigan bo'lsak, bolani suvda o'rnatib qo'yamiz ko'pikni. Mana shunday turish kerak. Polni badan oppoq mana ko'pik bo'lishi kerak. Buni qo'l bilan aytib undan suv tashlab, yo'q qo'ymaymiz. Mana shu ko'pikni olib turib, ko'pikni ustiga o'rnatib qo'yamiz. Polni badanni o'rnatib qo'yamiz. Mana odamlar turibdi orqangda. Biz ham ko'ryapmiz. O'rnatib qo'yganda, eshitib turinglar. O'rnatib qo'yganda mana pufashchalar yorilyapti. Har bitta pufashcha yorilganda tanadagi issiqlikni olib chiqib ketadi. Tushundilaringmi? 1 minut turadi, yorilib bo'lib mana holatga keladi badan. O'l holatiga, qurimasdan turib, katta sochada issiq suvni qo'llab turib, siqib tashlaymiz yaxshilab. Keyin bolani artib turib, badanda qolgan ko'pikni bitta qo'ymay tozalab tashlaymiz. Oradan 3 minut o'tkazib turib, yana paxta xuddi shunaqa. 2 marta rastrena qilsalaring, qirg'iziston bilan 37-38 ga tushadi. Keyin yo'q, to'xtab turing. Keyin dori bergan bo'lsak, dorini keyin beramiz. Analgin drol, noshbedin drol keyin qilinadi. 6 yoshgacha bo'lgan bolalarga analgin atmay qilindi. Analgin umuman qilinmaydi. Ukol qilishdan atmay qilindi. Sababi unga ukol noto'g'ri qilib qo'yadi, nervga tegib qo'yadi, dumbasi kichkina bo'lgani uchun. Orqa peshobdan jo'natib qo'yamiz. 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga 1 gram noshba, 0,5 gram dimidrol, 2 gram navokaynni shprisga topib turib, orqa peshobdan jo'natib qo'yamiz. Orqa peshobdan jo'natish texnikasi bolani chap tomonga yonboshlatib, chap yelkasi pastda bo'ladi, o'ng yelkasi tepada bo'ladi. Tizzasi qorniga tortilgan holatda bo'lganda yo'g'on tekis bo'ladi. Ashpetni shprisni tuqqaningizda orqa peshobga ichagini teshib qo'ymaymiz. Agar o'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsa, oyog'ini uzatgan holatda tiqadigan bo'lsalar, yo'g'on joyga shikast yetkazib qo'yadi. Teshib qo'yadigan bo'lsalar, keyin operatsiya ko'rsatmay qoladi. Bo'yinlaringga qo'yib qamatadi deganmiz. O'shaning uchun har doim eslaringlar bo'lsin, chap yelka pastda, o'ng yelka tepada yotgan holatda, tizzasi qorniga tortilgan, ikkala oyoq juflangan holatda bo'lish kerak. O'sha paytda yo'g'on joy tekis bo'ladi, hech nima qilmaydi.